Hammaga salom do'stlar. Bugungi videorolikimizda do'stim bilan ikkinchi qismini bundan 3-4 oy oldin men chiqaruvdim, bilsanglar kerak. Do'stim bilan deb Minecraft haqida video chiqaruvdim. Yana ko'pchilik aytganiga mana Steve do'stim, ya'ni ukam haqida. Ukam ikkalamiz video olamiz. Bugungi videoda to'g'rimi ukam? Dior Adder bilsanglar kerak. Buni ham YouTube kanali bor. Dior Adder deb yozsanglar chiqadi. Adder ma'nosini ko'pchilik so'ragan, buni o'zi aytgan. Agar shu video 20 ta like yig'sa, Adder so'zini ma'nosini aytadi, to'g'rimi ekan? Dior, bu Diorbek ismi, qisqartirib Dior deb ochgan. Любой bitta joydan quraver, farqi yo'q. Men baland joy izlayapman, normalniy joy. Shuna uy quraman. 3-4 oy oldin xullas video chiqaruvdik do'stlar. Yana chiqaring ikkinchi qismini deganlar uchun Minecraft o'chirib tashladim. Minecraft yangilangan. Xullas bir balo qilib eski versiyaligini topdim. Eski versiyaligini kanonidan uy qurayotgan ekan. Biz tepasidan quramiz. Tepa chaqisidan quramiz, to'g'rimi obunachilar? To'g'ri. Video endi necha minutli bo'ladi o'ziga pofik. Sen ketdi mashina. Shinaga uyda quraman, mashina quraman. Pasdan quryapsan? Atli vale. Ye. Lale. Las uyda quraylik uka. Chalg'amaylikda. To'g'rimi? To'g'ri video 2,5 minutli bo'ldi. Shunaqa gap. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Aytgancha 50 ta bo'lsa dedim. Div kapama bilan gonkalar chiqadimi? Okay, shunaqa deganlar uchun. Div kapama bilan atnashinglar uzildimi? Unaqa deganlar uchun. Div kapama bilan tanishim. U bilan nima desam bo'ladi? Nomerini topolganim yo'q. Tanishim aka, uyi 150-200 kilometr uzoqda. Uni uyini men bilmayman masalan. Tanishim bo'lgan bilan do'stlar. 50 ta bo'lsa videomizda chiqadi dedim. Bu videomizda chiqmaydigan bo'ldi. Div kapama bilan gonkamiz. Bilasizmi shunaqa gap do'stlar. Div kapama bilan gonka chiqmaydi. Agar shu video nechta like desa 20 ta like yig'sa, 20 ta like bilan Afros 712 pastki ziqcha bilan ko'p videolar chiqarganmiz. Bilsanglar, o'sha bilan gonka ham o'ynaymiz do'stlar. 3 tami 4 ta qism gonka o'ynaganmiz. Endi bundan ham shiddatlisi bo'ladi gonkani do'stlar. Ko'rib borib turinglar. Qo'llab-quvvatlasanglar bas. Aytgancha 50 taga rahmat do'stlar. 57 ta ham bo'libmiz. Agar 60 ta bo'lsa, menga stream ochiladi. Hali menga stream ochilgani yo'q. Shuning uchun men stream qila olmayapman do'stlar. Shu stream uchun sizlar yordam beraversanglar bas do'stlar. Men stream qila olmayapman-da. Stream qilishim uchun sizlar yordam bersanglar kerak menga. Xullas do'stlar, hozir men uxlayapman. Men turdik. Videoni stop qildim. Короче, video stop qilib turmasam ko'p minutli bo'lib ketyapti video. Shu sababli videoni sal cho'zib to'xtatib nima qilamiz? Endi qisqa qilsak, edit qilsak videoni, sizga nima bo'lib mayli, bu video Instagramga chiqmaydi, xavotir olmanglar. Instagramga bunaqa uzun video qo'ymaymiz. Edit qilishimiz mumkin. Qisqartirib. Xullas, mana shunaqa gap. Uyda tashqaridan ko'rsataman ko'rinishini.
Xullas hali uy bitgani mana Diyor Ag'darda uyi. Ya'ni ikkilamimiz hali bitmabdi. Katta saroy quryapti. Mana bizning uyimiz kichkina, tog'da mana shunaqa joychasida qilingan. Endi nima ham deymiz, obunachilar, shunaqa gaplar. Shunaqa uy. Tepasini yopamiz. Tepadan ikkita joy ochib qo'yamiz. Uyda hech qanaqa eshik yo'q. Uyda umuman eshik qo'ygan yo'q. Tepadan ikkita joy ochib qo'ydim. Ikkita joydan shunday kiraverasan. Kim bo'lsa ham sanmi? Bo'y bitta odam kirar. Yakta million bo'ladi. Do'stlar 10 kun bilan yakta ma'lum kommentariyga yozib qo'yinglar. Pauza ham boshlandi do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Uy ichilarini dahshatga tashlaman. Shu uycha bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri do'stlar. Pushti bo'ladi hamma joy. Hamma joy sapsem pushti bo'ladi. Qo'llar ketdi do'stlar. Do'stlar, yana uy bitayotganda, hammamizga bitayotganda hozir pauza qilib boraman. Video uzun bo'lib ketadi. O'zim 1 2 3 xullas do'stlar shunaqa gaplar. 7 minutlik bo'libdi past videomiz. Hozir 1-2 narsani korobkalarga o'tkazib olsam, Diyor Ag'darga ham uyini ko'ramiz. Hozir ko'p narsa olayman. O'zimga kerakli narsa, o'q-po'q, bitta narsa. Sizga kerak bo'ladigan narsadan olish kerak. Keraksiz narsalar sizga kerak emas. O'q olamiz, avtomat. Kiyim olamiz, bilsanglar, mana kiyim. Mana bu. Xullas do'stlar, mana biz tashqi ko'rinishi kech bo'lyapti, ya'ni kech bo'lyapti do'stlar. Kattagina qilib qurdim. Hali ichida ham bor. Mana Diyor Ag'dar uyga kirsak, bo'la. Hali tushaylik ham. Uy ko'rgan qaniysan, zo'rmisan? Kafilchalarni ham chotga taqib chizib qo'yibdi, terib qo'yibdi. Tepaga chiqiladi menimcha, tepadan ham uylar qilgandir. Mana soqchilar narsasi, mana ichkilar tishib bir bolalar qiladi endi. To'g'rimi? Bo'lmasam do'stlar, bu video 2 qismga iborat bo'ladi yoki bitta qismga iborat bo'ladi. Diyor Ag'dar nechi? Uxlaring. To'xta bo'lmasam. Hammaga salom do'stlar, deb yana boshlayman. Kamina kamtarin. Sizlar bilan KS kapama, shoh kapama emas, KS kapamaga o'zgardi do'stlar. Xullas, mana uyim ichi, saqol tushib ichimga. Mana bu yerda pechkalar, xullas, mana bu yerda ocharkanmiz. Xullas, mana ko'rinishi pushtidan kichikroq. Naryoq ham uy kafellar qilib qo'yganman, короче. Mana bu yerda o'rtada kitob turadi, короче, sandiq ichida to'la narsa. Ovqat olganim yo'q do'stlar. Mana bu yerda narsalar bor. Xullas, ko'rishinglar mumkin. Xullas, Diyor Ag'dar mana uyi ham bitta, to'g'rimi Diyor Ag'dar? Yo'q. Bitmabdi. Mana do'stlar, Diyor Ag'dar hazillashmaydi. Uying bittami? Ha, bitta. Mana uylari bitta, narsalarni ham qo'yib olibdi. Endi sekin qiladi yog'ini. Endi hozir edit video tayyorlayman. Minecraft haqida. Instagram ham YouTube ham qo'yaman обязательно. Mana bizning uy do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Shu video 20 ta like yig'sa, videoni ikkinchi qismi ham chiqadi, to'g'rimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga xayr. Sizlar bilan KS kapaman.